Onajon, bizning tabriklar loyihamizga siz uchun chiroyli dilnomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli dilnomalarni qadrli insonlaringizdan kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Shu bolalarim bo'lsa kerak. Unda sizni qiynamagan holda ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshittiraman va so'zimiz oxirida kimdan ekanligini bilib olasiz, maylimi? Xo'p. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Xo'p. Assalomu alaykum. Bu dunyodagi rohatim, tugallanmas boyligim, gul-yuzligim, eng xushbo'y iforim, yerdagi jannatim onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohim siz va dadajonimni umrlaringizni uzun va xayrli qilsin. Doimo baxtimizga sog' va salomat bo'lib yuringlar. Qalbi go'zal insonim, boringizga behisob shukrlar bo'lsin. Allohim sizlarni doimo panohida asrasin. Baxtlilar ichida eng baxtlisi bo'lib, hamisha chiroyli duolaringiz bilan uyim